Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Ana endi bizda kuzgi sezon. Bu qishda ham ketaveradigan narsami? Kuz qishda ketaveradigan narsa, xullas, bambuk xalatlar, xullas, duvoykalar, mana shunaqangi toshli, toshsiz lari ham bor, mana kamroqlari va shu injiq fasonlar qo'yamiz. O'rtalar qaranglar, mana shu Telegram kanali o'tyapti. Telegram kanaliga obuna bo'lamiz. Birinchi o'rinda bitta laykni bosamiz kanalimizga, Arzon Savdo kanaliga. Bemalol zakazlar beraverasiz. Eng chiroyli narxlarda, bilasizlar, Arzon Savdo kanalidan yaxshi narsalar chiqadi. Bitta laykni bang'illatib Telegram kanal mana shu yerda o'tib obuna bo'lamiz. Bag'da ham Telegram kanal qo'yamiz. Murojaat uchun telefon nomeri mana shu yerda bo'ladi. Zakazlarni beramiz. 12 ta viloyatga dastavka bor. Pochta, mashina, ko'p olganlarga mashinada arzonroq chiqadi. Xullas yo'lini qilib chiqarib beramiz. 12 ta viloyatga dastavka. Qo'qon shahridan, Bog'cha bozoridan qilyapmiz. Keladiganlar uchun do'konimizni qaranglar, bitta narsa qilib tushuntirib ketaman. Bozorni mana tomondan obuv qatori bor. Bunday kirasizlar. Mana tomondan shu kiyim-kechaga kiradigan qatori bor. O'sha yerdan shunday kirasizlarda birinchi qator chapga yurasizlar. Xo'sh. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi do'konimiz ekan. Mana shu bala kutib olasizlarda. Kelaverasizlar, aniq-taniq ma'lumotlar berishadi hozir, chiroyli narxlarda qilib berishadi. Xo'sh, bo'lmasa narxi, razmeri, materialini ketaveramiz. Materiali menimcha hammasiniki bambuk, tepadagi menimcha bahorgi shekili. Endi oladiganlar narxini bir rovga aytib ketaveramiz, ma'qul kelsa olaverasizlar. Aksiya qilib berib yuboring shuni. Rasprodaji qilib berib yuboring, bir aksiya. Rasprodaji emas, rasprodaji o'zi qolib ketgan bir narsa tovar bo'ladi, biz aksiya qilamiz. Bosaverasizlar. Endi mana tomonlarga ahamiyat bermaysizlar, to'g'risi keltirmagan. Hozir ketadigan narsa shu. O'zlarini sexi bemalol zakazni beraverasizlar. Xohlaganlarga mana plastik kartalar bor. Xuddi shunaqangi narsalar. Xullas, Telegramda nomer, bemalol zakazni beraverasizlar. Telefon nomer hammasini qoldiramiz. Endi xo'sh, birinchi o'rinda yangilik model. Mana ular o'zi o'tgan yil sotilgan. Bu yil ham yaxshi ketaveradi. Mana bu narsa men yangilik, men ko'rganim yo'q edi. Mana ham menimcha yangilik shekli, xo'sh, yangi gul. Bu bor edi, bu yaxshi ketib turgan ranglarni ko'ringlar va injiq ekan ama. Xullas tizzadan sal teparoqda mana atreskalari bor. Yonlarida mana qaranglar, bu va vang'illayib turgan narsa. Bu yilgi fason bu. Dochiga bana eski fason, lekin eng hadavoy narsa, to'g'rimi? Mana va o'tgan yilga. Mana u ham har yili ketadigan narsa, bular ham narxi zo'r xullas. Toshlari. Aytishoni. Xo'sh, bo'lmasam biz boshladik. Mana shundan ketaveramiz, a? Mana shundan qasiya qilib ketaveramiz. Xo'sh, bunimiz 120 ming so'm, qo'llari tosh, ulog'i yo'q, mana ko'ryapsizlar. Yenga bu razmermi yoki bez? Razmer. 46-52, to'rtta. 48 dan 54 gacha. Razmerni kattaroq qildilar. Narxiga nimasi bormi? Narxi o'shanda turaveradi. Вообще zo'r. Narx turaverar ekan, 120 dedingizmi? 120 ming so'm pachka narxi optimga, donaga emas, o'rtoqlar. Donaga menimcha 10 ming, 20 ming qimmat sotasizmi? 10 ming so'm, 20 ming so'm qimmat sotilar ekan. O'shani aytib ketyapmiz. Ranglari bor. Mana bu rang ham o'shandan ekan mana. Rasvetka. Kamroq qoldi. O'zi nechta xil rangingiz bu? Ulardan 5 xil. 5 xil rangi bor. Xudo xolasa aytaverasizlar, mana toshlar, shimida toshi bormi, yo'qmi? Yo'q ekan. Ammo shimi kengroq ekan, ha? Keng, normal. 120 ming so'm. Mana unimiz rangi mana ular ekan, ha? Bundan tashqari yana boshqa ranglar bo'lishi kerak, ha? Qora, boshqa qoralari bor ekan. Hamma rangidan bo'ladi. Mana buniki ham xuddi shunaqa. Menimcha bu ham 120 bo'lsa kerak, adashmasam, lekin toshi ko'proq. 120 ming so'm. Buni razmerichi? Bir xil razmerlari, fasoni ham bir xil. Fason bir xil, tosh boshqa xolos. 20 ming so'm, 120 ming so'm. Buni qaranglar, yarqirab bir boshqacha-da, boshqacha ko'riladi. Ko'ryapsizlar? Ranglar qizil, qorasi va shu olov bo'ladi. Bu ham qora shekilli. Mana balotoviy rang, shu injiq ekan, ko'ringlar. Rangi shu 5-6 xil rangi bor. Bular qancha? Xo'sh, endi mana ularimiz bor. Mana ko'ringlar, bular yangi fason, juda chiroyli, anor gul ekan. Shimlari ham shu o'ski fason ekan, ha, buni chiqaribsizlar, sal o'skiroq. Razmeri shu 46 dan 52 gacha. Ular ham shunaqa 48 dan boshlab chiqadi. 48 zo'rligi emasam, 48 dan 54 gacha. Optimga, pachkaga 120 ming so'm. Ammo narxingiz yaxshi. Misol 120 ming so'm haliga ag'am emas, tochna tiniq narx bo'lyapti. Rasvetkalar endi hozir kamayib qoldi. Optim kuni uchun ham saralanib qoldi. Endi borini ko'rsataveraylik. Ob'yomga endi chiqdi-da. Xudo xolasa. Rangi 5-6 xil rangi bor buni ham. 5-6 xil bor. Mana uni qizili, boshqa ranglari bor, chinorgulda yangilik bu. Endi chiqyapti, mana. Taylari qirqilgan, ha? Ha, balotoviga balot
balot urilgan toshi, keyin qoraga tilla rang chiqqan. Ha, shunaqalar chiqyapti. O'zgarib chiqaveradi. Xo'sh, toshlar qaranglar, yoqasida ham toshlari va boshqa, xullas bosaverasizlar gazini 48 46 52 yo'q 48 deylikmi? 48 deyavering. 48 a? 48 bo'lib chiqadi. Bo'ldi, 48 52 deyveramiz, razmerlar shunaqa bo'ladi. Xo'sh, unisichi? 54 gacha bo'ladi. 54 gacha, 48 50. Ana shu Ular ham fasoni bir xil. Ha. Toshi boshqa ular. toshi narxi boshqa. ham, Yengida fasoni ham. toshi bor ekan, ana. Yengida mana toshi bor ekan, mana. Yengida toshi. Uni ham narxi bir xil, a? Bir xil. Ular Bo'ldi. fasoni bir xilda. Xo'sh, endi mana uni, mana chekkadagilarimiz aytib o'raylik. Mana shu razak tigir va shu ketadigan narsalar bu ham. Bo'yi uzun ular aka. 120. Tizzadan tushadimi? Tizzadan bemalol tushadi. Mana ularimiz tizzadan teparoqda turadi. Tizza Bular tizza ham qatori. tizzaga tushadi. Tizzagacha. keladi. Tizzagacha. Bular Bular tizzani yopadi, polniy tigirlar. mana shu tigir tizzani yopadi, mana shu tigirimiz. Buni narxi qancha? Razmeri qanaqa edi? 120 ming. Bular 48 dan 54 gacha. 48 54 razmeri. Вообще zo'r, razmeri ham katta ekan, kengina. Dotchi gabanalarni mana shu ranglarni ko'ryapsizlar, bular eng hadavoy o'sha har yili yaxshi sotiladigan narsa, chunki har yili chiqarishyapti qayta-qayta. Yonlarda, oyog'ida, hamma joyda toshi bor, mana ko'ryapsizlar. Qo'lida mana tepasida bor toshlar va shu injiq narsalar, xullas, bambuk material qishda, kuzda kiyilaveradi, bahorda, bemalol. Uni narxi qanaqa edi? 110 ming. 110 ming so'm. O'tgan yili 110 ming sotdingiz, 5 mingga tushiribsiz narxini. Shu bilganim uchun aytib qo'yapman. Xo'sh. 48 54. 48 54. 8 dan 54 gacha bo'ladi. 48 54. Hozir ahamiyat berib turgan bo'lsalaring, hozir mayda klientlar kelishyapti. Bizga aytilgan narx aytilgani yo'q. Sababi nima sabab? Biz aytgandan ko'ra 10 ming 20 ming qimmat aytyapsiz. Qimmat aytyapmiz. Hozir men bilib turibman, chunki narxini so'rashadi, 140 ming dedingiz hozir. Sabab kanalimiz uchun mana arzonroq qilib qo'yib berishyapti. Shu sababi. Boshqa sababi yo'q menimcha. Endi boshqa sababi ob'yomga shunaqangi narx berishlari mumkin, hali ko'proq oladiganga. Aniqini aytib ketaveramiz. 110 ming so'm. Вообще dahshat narsa. Xo'sh, tepadagilarimiz aytaylikmi shularni? Ularniki 105 ming. 105 ming so'm. 105 ming. Va, shu zo'r-ku. Bo'yi uzun. Bo'yi uzun tizzadan tushar ekan, tizza sifat tizzadan. Bular tizzagacha shimi keng ekan. Ha, tizza, ha. Bular bunga nisbatan sal uzunroq. Nimasi toshi yo'q shimida. Shimida toshi yo'q. Ha, bo'ldi. 105 ming so'm bo'ldi. Mana shu narsa ham rosa hit bo'lganda. Ha, ular bu vaqt ketaverar ekanda bu. 120 mingdan beryapmiz. Endi bunga bitta balotviy qo'shib qo'yganmiz. Balotviy so'z tugab qoldi. Xullas, mana shunday qilib to'rtdan olsam, tiniq bo'lib turaverar ekan, balotviy, qora, qizil, bardoviy. 120 cho'ntaklarda toshlari yaxshi tushib ketmaydi, Swarovski toshi. Toza Swarovski. Bo'ldi, tushundim. Ana ularda da aksiya qilib bir narsa qilib yuboraylik. 130 ming. Ana ularda bitta aksiya qilib qo'yib yuboring. Shu bu materiali nima edi mana shu? Belmanda material. Oladiganlar uchun chista aksiya. Mana shu kam qolgan. Qolgan bo'lsa bir 20 ta 30 ta qolganmi? 30 taga bormaydi. 20 ta deylik. 20 ta qolgan oladiganlar uchun razmerini o'shani aytib yuboring, aksiya qilib yuboramiz o'shani. Ular 48, 46 dan 52 gacha. 46 dan 52 gacha. Razmeri ham yaxshi. O'sha menimcha imuzuli ayollarga ham yaxshi uyda kiygani zo'r, tugmasi ochiladi, ham keng fason ekan. Kelinlarga boshqaga uyda kiygani va shu tiniq narsa. Nech pul qilib yuboraylik o'shani? Nech puldan sotgansiz, nech pul qilib berasiz? Shuni ayting. 100 mingdan sotganman. 100 mingdan sotgansiz. 70 ming beraman. 30 ming tushib yuborasiz. O'rtoqlar, bunaqasi bo'lmaganchi 70 ming so'mdan aksiya. Olinglar kam qolgan, misol menga menuncha desalaring, o'sha har xil rangidan qilib chiqarib beramiz. 70 ming so'mdan bunaqasi bo'lmagan. Ishoninglar, bozorda 150, 120 sotilgan donaga, optimga 100 ming so'm sotilgan, hozir grupamiz uchun 70 ming so'mdan aksiya. Xo'sh, endi hozir yana bosamiz. Xo'sh, endi bo'lmasam, qaysilar ko'rsataylik? Mana tomoningiz, qarang, mana bu gulni nimasimi? Ha, bitta rasvetkasi. Bitta rasvetkasi xolos. Joy bo'shab qolgan. Bo'ldi, tushundim. Rangi. Bunisi bor. 115 ming, tachkaga balchimetga 52 dan 60 gacha. 52 dan 60 gacha. Nech pulda bizni narxi? 115. 115 ming. Razmerga to'liq tushadi. Bo'ldi, razmeriga tiniq ekan. Xo'sh, endi mana ularni ko'rsataylik. Endi mana yangiligingiz mana shuni bittasini olib ko'rsating. Mana shu qoranimi? Erinmasiz. Mana uni ko'ringlar, o'rtoqlar. Shu injiq narsa ekan, mana qaranglar. Toshlarni ko'ringlar, uycha kiygani kelinlar, aqabaqa ham bo'lar, qo'llardaligi to'kilib ketmaydigan toshlar bular, o'rtoqlar, to'kilib ketmaydi bular toshlar mana.
mazza qilib kiyiladigan tosh ham tovlanib turar ekan-chi bundachi toshi. Nech pul deyapsiz? Razmeri 48 dan 52 gacha bu ham chiqaveradi shunaqa. Bular 110 ming, bularning narxi bir xil. 110 ming so'm. Tosh boshqa nima? Tushunarli, bo'ldi. Sizga haligi toshni bunday o'zgartirganingiz bilan narxi o'shanday turaverar ekanda, o'zi ko'p joyda misol yangilik bitta qilsa narxi o'zi sirasi boshqa cho'p bo'ladi-ku. Sizda misol mana uni o'tgan yil 115 sotgansiz bilaman, lekin bu yil 5000 tushirib qo'yibsiz. Lekin yangilik chiqarib ham o'sha narxda ketyapti ekan. Вообще zo'r narx. Ishonaveringlar, mana shu bomba. 110 ming so'm, mana shu aksiya narxi shunaqa. Endi, xo'sh, mana eski fasonlarimiz bu o'tgan yil juda zo'r sotilgan, mana yonlari qirqilgan. Aytlar, tovlanib turishini ko'ringlar, mana. Yaxshi injiq narsalar ekan. Bulardan nech puldan qilib beryapsiz? 4 xil rangi bor ekan hozir. 120 ming so'm. Rangi bor-a? Bittami qo'shiladi, bitta rasvetga qo'shiladi. Ha. Balatu. Bu qizil, yana qaysi rangi bo'lishi mumkin? Yodoviy bo'ladi. Yodoviy. Baqlajon rang. Bo'ldi. O'rtoqlar kelib turib, mana shu do'konda aytdik, shunday kelib turib, mana shu narxda ko'rdim desalaring qilib berishaveradi. Mabodo sizga boshqa narx aytsa ham, mana kiyim bozoridan shunday kirasiz, bog'cha bozorida 1-2, 3, 4 do'kon o'zi mana idish tovoqda oldida, mana idish tovoqda oldida mana shu bala turadi, kelaverasizlar. Ismingiz? Nosirjon. Bo'ldi, gap kelaverasizlar. Xo'sh, endi mana o'zi rangi vobshe inja qilib qo'yibsam-a, va shu portlatib yuborasiz-chi rangini-chi, qaranglar. Qora, mana rang, bejeviy. Bu qanaqa rang? Baqlajon rang, temniy siniy. Mayta qora ekan, mana boshqa rang ekan, balotoviy ekan. Xo'sh, qora uni rang bilan mana rang jichcha farq qilar ekan. Farqi bor ekan, bilinyapti. Mana ikkala rang bir xil emas ekan, mana ochiqroq, bu to'g'riroq ekan. Bu rang xullas bir narsa rang bu ham. Qizil, xullas yorib tashlashgan ranglarini. Eng qizig'i mana qangi mana shular. Donaga 150 ga. Bosaverasizlar. Donaga 150 ming so'm. Mana hozir olishyapti. Donaga olishyapti. Mana hozir sekin ko'raverasizlar. Qaylarda mana naq toshlari bor, yonlari atreska. Amon, atreskalar bilan juda chiroyli chiqdi-da bu. Yonga anjetli qilingan. Shimi ham keng ekan. Shimi keng ancha. Zo'r. Bu yil ammo mana shu yomon chiqdi-da, va shu so'rov zo'r bo'lyapti. Shunga ishlanyapti. Chunki buni mehnati ham ko'p ekanda. Vaqt ko'p ketadi. Hozir mana uni tikish kerak bunga. Keyin mana uni tikib chiqish kerak mana. Buni mashinkada tikilyaptimi yo yopishtirib chiqilyaptimi? Tikilyapti. O'sha bo'lmasam yopishtirilsa qo'yib yuboradi-da bu. O'shaning uchun tikilganmi yo'qmi deb so'rayapman. Tikilgan ekan mana o'si. Mana. Bo'lmasam qiyshayib ketadi-da. Bambukda yomon qochadi-da bu material. Toshlari normalniy toshlar-a bular, Swarovski yaltirash qarab turibdi, yaltirash ko'rinib. Cho'ntigi bor. Shimi keng. Ranglar hammasidan bor. Ma'qul keldimi? Razmeri yaxshimi? Bo'ldi, razmeri yaxshi ekan, mana ma'qul kelib kiyib ko'rishdi o'zlari. Endi o'rtoqlar, bitta narsa bor. Dona olyapti turgan odamga optim narxini aytish noqulay. Sababi odamning ko'ngli sal cho'kib qolishi mumkin. To'g'risi, o'shaning uchun hozir so'ramadim optim narxini. Necha pavoz bo'lib qoldi. Gap taqa-baqa nima qilib turdi. Optim narxi obunachilarga nech pul qilib berasiz? Ko'zim yonida 150 ga sotdingiz donaga. Sog' bo'ling. Men 125 vashi bomba. Ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar? Mana sizlar uchun. Mana ko'zim yonida sizlar ko'rdilaring, o'zlaring ko'rdilaring. 150 ga satdan sotishdi donaga. Lekin obunachilarimiz uchun 125. Menimcha bu yerda o'zi kelgan odamga optim narxini nech pul aytasiz? 130 aytasiz shekilli. 130 aytasa. Chunki hozir endi siz bilan anchadan bahs tanishmiz, o'shanchalarga bozorda ko'rib, narxni ko'rib aniqini aytyapman. Obunachilarimiz uchun o'rtoqlar yangi fason bang'illatinglar, foydalanib qolinglar. O'zlaring ko'rdilaring 150 ga ketdi yonimda, donaga sotishdi. 50 ta 60 taga 125 qilib bergan joyimiz ham bo'ladi. Sizga bir dona so'rab kelsa ham, ikkita so'rab kelsa ham, qancha kelgan 120. Shunaqa beraverasiz. Ana
biz mana shu narsani eng qiziq narsasi mana shu joyda o'zlari aytib ketishdi. Sababi biz kelib olib turamiz, o'shani hisobiga shunaqa qilib berishaveradi. Lazini bosib olsalaring, mana shu narsani ishonaveringlar, bang'illatib chiqarib berib turamiz. Maza qilib foydalanib olasizlar. Xullas, Telegram gruppa, kanalimiz, bag'da telefon nomer yondiraverasizlar o'rtoqlar. Любой joyga dastavka bor. Keladiganlar uchun aytib ketamiz. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar bog'cha bozorini tanib olinglar. Arqa bozor mana shu kiyim bozoridan kirganlaringda sraz 10 ga yurasizlar. Arzon mana shunaqangi mahsulot olaman deganlar shunday kirib turib 10 ga yurasizlar. Birinchi qator 10. Mana idish tovoq bozorini shunday yonida turishadi. Kelaveringlar, bang'illataverasizlar o'rtoqlar, xudo xolasa. Sog' bo'linglar. Bu videomiz ashi bomba bo'ldi. Haqiqatan ko'rib, like bosib, kommentar yozganga Telegram kanaliga o'tadigan nimamiz bo'ldi. Videomiz bo'ldi. Xullas bosaverasizlar. Keladiganlar kelinglar, oladiganlar zakaz beradiganlar zakazlar beraverasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.